Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnoma. MyGov.uz orqali avtotransport boshqaruvi uchun jismoniy shaxslarga elektron ishonchnoma olish yo'nalishiga oid bo'ladi. Demak, bunda odatdagidek MyGov.uz ilovasi orqali o'tamiz. Demak, my.gov.uz. Bunda e'tibor bering, agar shaxsiy kabinetingizga kirmagan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizga kirishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizga qo'shimcha oyna, demak, One ID orqali kirish oynasi ochiladi. Bu yerda login parolimiz agar xotirasida qolgan bo'lsa, o'sha aynan brauzerda avtomatik tarzda ko'rinadi va kirish qilinadi. Shundan so'ng bizga kerak yo'nalish aynan adliya yo'nalishi bo'ladi va adliya yo'nalishi orqali avtotransport boshqaruvi uchun elektron ishonchnoma olish degan xizmat orqali o'tamiz. Demak, xizmatimiz narxi 6 oygacha bo'lgan muddatda ishonchnoma kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishonchnomani beradigan bo'lsak, 370.800 so'mga amalga oshiriladi. 1 oygacha bo'lgan muddatda 74.160 so'm. 3 yilgacha bo'lgan muddatda ishonchnoma olish uchun demak 741.600 so'm to'lovni amalga oshirish kerak bo'ladi. Xizmat ko'rsatish muddati o'sha avtomatik tarzda xizmatni olish uchun hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Va bundan tashqari bu yerda kol markaz va shu kabi zarur ma'lumotlar aks etgan. Demak, xizmatdan foydalanish orqali xizmat ichiga kiramiz. Keyingisi tugmasini bosamiz. Bu yerda demak ma'lumotlarimiz avtomatik tarzda demak o'sha MyGov.uz portalida saqlangan ma'lumotlar avtomatik tarzda o'zi aks etgan holatda bo'ladi. Chunki biz shaxsiy kabinetimizga login parolimiz orqali kirdik. Bu yerda ishonchnoma berilgan shaxslar ro'yxati, endi bir yoki bir nechta shaxslarga berish imkoniyati mavjud. Deylik, ana ishonchnoma hujjat turi aynan ishonchnomani berayotgan fuqaroni fuqarolik pasporti aynan qaysi yo'nalishga mos, biometrik pasportmi, ID kartami, tegishlisini belgilab olasiz. Va bu yerda ishonchnoma berilgan shaxsni jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, ya'ni 14 talik pasportlarda ID kartaning orqa qismida aks etgan raqamni kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, kiritdik. Shundan so'ng bizga avtomatik tarzda aynan o'sha bu yerda yozgan identifikatsion raqamga asosan o'sha fuqaroga nisbatan bo'lgan pasportni o'zi tizim bizga ko'rsatib beradi, o'zi avtomatik tarzda oladi. Va bu yerda aynan ishonchnoma berilayotgan shaxsni tug'ilgan sanasini kiritish kerak bo'ladi. Demak, bu yerda mana shu formatda yozganingizdan so'ng avtomatik tarzda demak ma'lumotlarni oldi saqlash qilasiz va aynan ishonchnoma bermoqchi bo'lgan shaxsiz ma'lumotlari bu yerda bizga qo'shildi. Muammo yo'q, davom etamiz. Bu yerda demak avtotransport vositasini tanlash kerak. Kimgadir bir nechta avtomashina nomida bo'lishi mumkin. Aynan qaysi avtomashinani avtomashinaga ishonchnoma berayotgan bo'lsangiz, shuni tanlash kerak bo'ladi. Demak, yashash hududi, yashayotgan viloyatni tanlaysiz va tumaningizni ham xuddi shunday tanlaysiz va ishonchnomani berilayotgan muddatini tanlab o'tishingiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdik, to'lovlari tegishli tartibda o'sha belgilangan summalari keyinchalik to'lanishiga to'g'ri keladi. Demak, keyingi tugmasini bosamiz. Keyingi tugmasini bosgandan so'ng bizga bu yerda demak ishonchnomani berayotgan o'sha beruvchini ism, familiya, otchestvolari aks etgan hujjat raqami, umuman pasport ma'lumotlari va avtotransport davlat raqami, pasport, o'sha texnik pasport seriyasi va hokazo va hokazo avtotransportga tegishli ma'lumotlar aks etgan. Demak, yuborish tugmasini bosamiz. Yuborish tugmasini bosganimizdan so'ng demak bu yerda yangi invoysni olish, mavjud invoysni ishlatishlaylik.
sizga olday yangi invoice jo'natilgan bo'lsa, o'sha invoice raqamini ishlatishingiz mumkin. Bo'lmasa, yangi invoice'ni olish qilib, demak, yuborish tugmasini bosasiz. Demak, xizmatdan foydalanish uchun to'lov amalga oshirish kerak degan bizga xabar o'ynamizda chiqdi. Bu yerda demak to'lov qilishning yo'nalishlari ko'rsatilgan. Aynan qaysi yo'nalishlarda to'lov qilmoqchisiz. Shuni aynan belgilab, demak, shu yerni o'zidan to'lov qilishingiz yoki invoice raqami asosida tegishli tartibda tegishli ilovadan foydalanib to'lovni qilishingiz mumkin bo'ladi. Video yo'riqnomamiz aynan mana shu yo'nalishga bag'ishlangandi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Umuman avtotransport boshqaruvchi o'zingizning tanishlaringizga jo'nating. Zero ular aynan o'zlarini ovora qilmasdan kelgusida aynan uylardan to'xtab bu jarayonni bajarishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va bu kelgusidagi kontentlarimizni o'tkazib yubormasligingiz uchun sabab bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.